ma'lumot berib ketay sizga deb DTP haqida gapirsam, işte bizada shunaqa bo'ladi desam, keyin yo'q, men baribir massaj qildiraman dedi, telefonni qo'yib qo'ydi. Endi aytmoqchi bo'lgan narsam, massaj qildirasizmi, boshqa qildirasizmi, u sizni qaroringiz, chunki u sizni farzandingiz. Lekin baribir shu soha bilan shug'ullanib yurgan, shu narsani ichida bo'lgan, shunaqa kasalliklar bilan ko'p shug'ullangan doktorlarning tavsiyalarini olishi maslahat beraman. Chunki ertaga kech bo'lmasin, ertaga farzandingiz voy dada yoki aya, nega men yurmayapman, nega oyog'im shunaqa qiyshiq deb o'ksinib sizdan so'ramasligi uchun, siz ertaga afsuslanib qolmasligingiz uchun bugun to'g'ri qaror qilishingiz kerak. Bu kimnidir tavsiyasini eshitish bu yomon narsa emas. Tavsiyani eshitish degan bo'ldi, shu narsani qilish kerak degani emas. Mayli eshiting, keyin shunga qarab o'zingiz qaror qiling. Sog'lom miya bilanda.